Har bir maktabda kelajak egalari tarbiyalanadi. Har bir o'quvchi esa o'z yo'lini kitob orqali topadi. Kutubxona bilim xazinasi. Bu yerda orzular boshlanadi. Kelajak sari yo'l ochiladi. Kitob eng yaqin do'st. Kitob eng dono ustoz. Kitob kelajak kalitidir. Maktab kutubxonasida o'quvchilarimiz o'z fikrlarini bildiradi va bilimlarini boyitadilar. Kichik kitobxonlar esa ertaklar olamiga sayohat qiladilar. Ular kitob orqali yaxshilikni, mehrni o'rganadilar. Katta sinf o'quvchilari esa kitob orqali mustaqil fikrlashni o'rganadilar. Kitob o'qigan inson kelajak egasidir. Kitob o'qing, kelajakni yarat. Ko'ngil, sen bunchalar nega? Kishanlar birla do'stlashding, nafar yoding, nadoding bor, nechun sen buncha sustlashding?